Tashakkur san'atkor do'stlar, ajoyib ovozlaringizga yanada chiroyli ovoz qo'shilaversin. Qora toshlar qayrilgan yoy misoli, ko'zlar shahlo, yuzlari oy misoli, muhabbatda nazokatli ibola, Qulluqodir Surxondaryon qizlari, yanoqlari o'xshar qizil olmaga, o'z husniga mahliyodir oynada. Yigitlar lolqalar ko'rib davrada, pari misol Surxondaryon qizlari, yelkasida xarid ko'ylak burmala, qoshda o'sma oxi ko'zlar so'mala, oshiqlari intiq bo'lib kulgani, to'lansagar Surxondaryon qizlari. Shunday ekan, aziz do'stlar, hurmatli davramas ahli, mana shu bugungi kechada mana shu bitiruvchi yoshlardan tabrik so'zlariga, dil so'zlariga Barchinoy qizlarimizdan Malikaxon Avliyevani taklif qilamiz. Marhamat Malikaxon, so'z navbati sizga. Husni rabon, ko'ngli zabon, kipriklari miltiqcha qiz, iboli qiz, hayoli qiz, bizning Surxondaryolik qiz. Muxlis bo'lsak Muzrabot bor. O'sha yoqda gul yuzligi, uzun sari siyoda, yashar ko'zi nargizligi, Parizoda parikona, go'zallari ishq sultoni, Surxonni qizlariga o'lib qolsin akajon. Marhamat Malikaxon, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, sinfdoshlarim. Mana bugun bizning bitiruv kechamiz bo'layotgan ekan. Men shu fursatdan foydalanib sinfdoshlarimga shunday tilaklar tilaymanki, doimo yuzlari yorug', kelajakda ishlari hamisha ravon bo'lsin deb tilak bilib qolaman. Tashakkur Malikaxon, sizning ham hayotda qoqilmasligingizni, sevgi bobida adashmasligingizni Allohdan so'rab qolamiz. Do'stsiz boshim, qizsiz oshim deydilar. Do'st chehrasin oq quyosh deydilar. Shu chehraga qo'shilgan insonlarni sinfdosh dugonalar deydilar. Do'stim, seni do'st deb atadim. Xohlarincha xohlab bo'l shod, lekin sendan bitta iltimos, do'st bo'lsang bo'l do'st umrbod. Do'st bo'lsang bo'l aqli rasoga, chanqasang suv tutsa oltin kosaga. Shunday ekan aziz do'stlar, hurmatli davramiz ahli, tabrik so'zlarini, dil so'zlarini davom ettirgan holda davramas sahnasiga mana shu bitiruvchi yoshlarning ota-onalaridan Jumayev tabrik so'zlariga, dil so'zlariga Muhammadiyev Jumanazar akani taklif qilib qolamiz. Marhamat Jumanazar aka, so'z navbati sizga. Jumanazar aka, so'z navbati sizga. Marhamat. Asl zodalar, Gullipop ozodalar, osmonning bulutlari, Surxonning yigitlari, Qurolibek zodalar, kamida shahzodalar, Turonning yulduzlari, Surxonning yigitlari. Ismini suv parining suv ichidan so'ranglar, rasmini farishtaning og'ishidan so'ranglar. Og'ishi umidlari, yelkaning yigitlari. Marhamat Jumanazar aka, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum hurmatli davra ishtirokchilari. Mana bugun 11-sinflarda bitiruv kechasi ekan. Men mana shu fursatdan foydalanib, mana shu barcha yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelgusi ishlarida, o'qishlarida katta omadlar tilayman. Nima orzu, havasi bo'lsa, hammasiga yetishishiga tilakdoshman. Hammalaringga omad. Rahmat. Tashakkur Jumanazar aka, ajoyib tilaklaringiz, istaklaringiz bir umrga ham o'zingizga hamroh bo'lib qolaversin. Sizning ham kelajakdagi bolalarga ta'lim berishdek mas'uliyatli ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz do'stlar, hurmatli davramas ahli, mana shu bitiruvchi yoshlarni tabriklash uchun maktabimizning 9-sinf o'quvchisi Saidov Umidjonni tabrik so'zlariga, dil so'zlariga chorlab qolamiz. Ular bitiruvchi yoshlarni ajoyib qo'shiqlari bilan tabriklaydilar. Yurtda posbon, elda doston yigitlar, ko'ksi osmon, qalbi ummon yigitlar, har biringiz bir sanamning orzusi, har biringiz bitta sulton yigitlar. Siz quyoshsiz, suluv ichra samoda. Tashrifingiz ertaklardan ziyoda, ertak emas, erkak bo'ling dunyoda. Bo'ling mudom, mardi maydon yigitlar. Marhamat Umidjon.
qisqacha e'lon o'tkirni chaqirayotgan ekan mana shu. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar hamda o'quvchilar, bitiruvchilar, tomoshabinlar, mehmonlar. Mana bugun 11-sinfning bitirish kechasi. Bu unutilmas lahzalar bo'lib qoladi. Mening ularga tilagim kelgusi ishlarida omadlar tilayman. O'qituvchilarga ham omadlar tilayman. Ularning o'zlarining qilgan niyatlariga erishishini xohlayman. Yolg'izim sevganim kelgandim
Tashakkur Umidjon, ajoyib ovozlaringizga yanada shirin ovoz qo'shilaversin. Aziz do'stlar, hurmatli davramoz ahli, ko'pchilikning talab va istaklariga binoan davramoz sahnasiga maktabning mehribon o'qituvchilaridan Fatima opa Hadivani davramoz sahnasiga taklif qilamiz. Marhamat ustoz, so'z navbati sizga. San'atkorni oralar sabo, yaproq uzra tanining shabnami. Nega jimsan xayollar aro, ey yurtimning bemarama. Qadam bossang yorishar bog'lar, nigohingdan eriydi muzdek. Tabiatning ko'rki kamoli, oy yulduzim o'zdek ayoli. Marhamat, damla so'z navbati sizga. Yillar o'tib qo'lingizni mahkam siqib bersam, salom deyman aziz sinfdoshim. Hurmatli aziz mehmonlar va bugungi kechamizning qatnashchilari. Mana bugun 2-maktabning o'quvchilari o'zlarining maktabni tugatish, ya'ni bitiruv kechalarini o'tkazadiganlar. Men shu fursatdan foydalanib, ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Va bularning hammasining orzu umidlarini ishlanishiga tilakdoshman. Ular bundan keyin o'zining hayotlarini yaxshi boshlashlarini va kelajakda o'zlari orzu qilgan oliy o'quv dargohlariga borib o'qishlarini istab qolaman. Har birlari hayotda o'z o'rnilarini topsin, hech qachon qaqirmasin. Yuzlaridan doimo kulgu va tabassum arimasin. Hozir 11-sinf bitiruvchilarining shahodatnomasini topshirish marosimini o'tkazamiz. Ko'rib o'tib. Almardanov Bahramjon narqo'lovchiga. Bormi Almardanov? O'qituvchilaringiz ham o'tib ketdilar. Avliyo malaka qizimizga. Tabriklaymiz o'qishni. O'rinli va munavvar qizimizga. Tabriklaymiz o'qishni. Bayanov Jahongir o'g'limizga marhamat. Eng yaxshi o'quvchilar.
Nazarga. Tabriklaymiz. Himayolarimiz haqimizga. Tabriklaymiz. Babayevalarimiz haqimizga. Tabriklaymiz bu qishlariga muvaffaqiyat. Babayeva Zarora qizimizga. Tabriklaymiz bu qishlar. Babayeva Feruza qizimizga. Tabriklaymiz o'qish ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Berniyaz va Sayra qizimizga. Sizga ham tabriklaymiz o'qish ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Avliyev Abdurashid o'g'limizga marhamat Abdurashidjon. Eng a'lochi o'quvchilarimizdan biri sinfda oldi o'quvchilardan tabriklaymiz sizlarga. Abdurahmonov o'qituvchiga. Onang ham asosladi. O'quvchilarga tabriklaymiz. Marhamat, navbatni yana san'atkor do'stlarga beramiz. Marhamat, tezroq qo'shiqlar aytib o'ynangizlar. Aziz do'stlar, hurmatli davramiz ahli, yana navbatni san'atkor do'stlarga beramiz. Davramizga esa bitiruvchi yoshlarni, mehribon ustozlarimizni, ota-onalarni, qolaversa 52 maktabning 88-yil hamda 89-yildagi o'quvchilarni raqslarga chorlab qolamiz. Marhamat. San'atkorim so'zingiz Jalil Osmoniy. So'zingiz labostiga Zuhra Cholponiyasi. Ushbu oqshom ushbu shoirlar davrida sho'x-shodod qiz bilan shodonatlanamiz. Marhamat. Silketib
Come to know